Hovlisida uzum voy ishlari borlarga juda ham samarali va qulay, xavfsiz bo'lgandir. Mana shu uskunamiz mana. Voy ishni balandligiga qarab yasataveradi hamma. Xo'p, bizniki mana shu joygacha 1.85. Reshotkalari ham bor, bemalol suyanib ish qilsa bo'ladi. 4 ta balon qo'yilgan katta. Bemalol mana yengilgina sudrab yursa bo'ladi. Chiqish ham oson. Chiqish ham oson. Mana bu yerda turib, bemalol bunga suyanib, uzumlarni kesish, xomtoq qilish, uzish ishlarini amalga oshirsa bo'ladi. Mana hozir oktyabr yaqinlashyapti. Noyabr oyi massiv uzumlar kesish boshlanadi. Xonadonlarga mana shunday yasatib olsa, kamida 100 yil xizmat qiladi xohlasa. Yaxshi materialdan chiroyli qilib yasab, yaxshilab kraska qilib qo'ysa bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, yasaydigan ustasi ham bor. Rasmlari, o'lchamlarini ham berishimiz mumkin. Ishlatib ko'rgan odam biladi, buni samarasi boshqa narsadan bera olmaydi. Buni ba'zilar yasatganda mana bu chiqadigan qismini juda tikka qilib yasatadi. Bu juda xavfli bo'ladi, ayollar yoki yosh bolalarga bo'lmaydi. Bunda u narsa yechim qilingan, juda oson chiqish, juda ham oson. Ushlab ham chiqadi, shunday ham chiqaveradi. Yurishi juda ham yengil, chunki mana bu balonini kattaroq qo'yganimiz hisobiga. Ikkinchisi bir tarafida ikkita tormozli balon qo'yilgan. Hovlisida voy ishi borlar bundan biri yasatib olsa, juda ham qulay, samarali, mazza qilib ishlatadi.